bizga 2 soat vaqt berilgandi. Soat 6 dan har kuni 8 ga qadar vaqt beriladi. Endi mehmon bo'lish boshlandi. Xo'p, bu yerdan stakan olamiz va choy, yoki suv olamiz ichishga. Ichishga yana mojito bor, oddiy suv, sut va bolalar yaxshi ko'radi sut bilan buni ichishni, yeyishni. Istakka ko'ra shakar, limon va bu idishlar. Xo'p, bu yerdan bir vilka olamiz va bir dona tabaq olaman. Bu yerdagi hamma narsadan bitta-bittadan olib chiqaman. Xo'p. Birinchi non, tuxum, shokoladli pecheni, so'ngra tatli pirogimiz, ichida hamma narsasi bor. Bu quruq tomatli salat olamiz. Undan so'ngra kartoshkali salat olamiz. Yoniga tarvuz. Mana bu yerda rukla bor. So'ngra petrushka olamiz. Bu yerda kabachki un tuxumdan tayyorlangan tuzli mahsulotimiz. Hamma yoqdan azchiq-azchiqdan olamiz. Patates qizartmasi. So'ngra bu yerda bodring olamiz. Sigir biri va bo'rek. Peynir. Hop, so'ngra sirda olamiz. Kolbasa. Undan so'ngra zaytun. Nedir? Juda ham yaxshi ko'rmayman. Bitta-ikkitadan yetadi. So'ngra istakka ko'ra varinalardan olasiz bo'ladi. Qattiq, qaymoq. Shu ko'rinishda hamma yoqdan olasiz. Mehmonlar ikkita-ikkitadan da oladi. Yoqimli ishtaha.